Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, aka-uka, opa-singillar, yaxshimisizlar? Bugungi bozorimiz hafta kuniga 2026-yil hafta kuniga shanba Xo'jobod mol bozorida g'unajin, novoz, mayda bo'zaklarda narxlarini aytib, tanishtirib o'tamiz akalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hoji bobo yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat. Necha pul qilishdi buni, Hoji bobo? Ha? Hozir 9 million 800 ming. 9 million 800 ming so'm savdo qilishibdi mana. Yine bor deb 9. Hoji bobo 10 ni kutganda. Ha, Hoji bobo. Bunisi-chi? Buni hozir ertaman yuqoriroq qiladi. Hozir 10 million 700 ming. 10 million 700 ming so'mga savdosi bo'lyapti ekan. Buni 9 million 800 ming so'mga ekan. Ha, Hoji bobo. Bo'l. Sotaman. Nech pulga kirdi? 12 million qilishibdi ekan. Mana. Assalomu alaykum. Nech pul qilishdi buni, Hoji bobo? Bo'ldi. O'zingiz olyapman. Yaxshimisiz? 12,5 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Telefon nomerlaringizni aytib ko'rasizmi, sotib yuborasizmi? Bo'ldi, xo'p. Aka, bu uchovini nech puldan qilishdi, aka? Qo'yiq suyuq ichida uchovini ham 13 milliondan. 39 million so'm jupiga. 13 million so'mdan. Nima qilasiz? Nomerlarni aytib ko'rasizmi, aka? 91lik 064 77 06 24 soat aloqada. Bemalol chiqaverasizlar akalar mana. Mana akalar, rosa baqishga tayyor bo'ladigan novvoslarimiz bor. O'ta ham zo'rlar, ko'tlari keng. Assalomu alaykum. Hoji bobo yaxshimisiz? Hayitlaringiz bilan. Nech puldan qilishdi bobo buni? 16,5 dan ikkovini ham. Yo bunimi? 15 million 800, 16 million 500 ming so'm savdo qilishibdi akalar. Hoji bobo nomeringizni aytib ko'rasizmi? Endi mobodo endi yo'q, sotilib ketadimi? Bo'ldi. Rahmat katta. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Nech pul qilishdi aka buni? Buni hozir 16 millionga o'tib bering deyapti. 16 millionga o'tib bering deyapti yani. 17,5 kami bor deyapti ekan mana. Novvoslarimiz aka. Telefon nomeringizni aytib ko'rasizmi? Telefon ishlatmayman. Telefon ishlatmaysiz. Bo'ldi. Novvosimiz ham rosa etlari yaxshi ekan, zo'r holat. Aka nech pul qildi bog'ni? Nech pul qildi? 16 million 500 ming so'm savdosi bo'libdi ekan mana. Rosa zo'r mana. Qashqa. 16 million 500 ming so'm savdosi bo'ldi. Hoji bobo telefon nomerlaringizni aytib ko'rasizmi? Telefon nomeri bo'ldi. Eston ekan, bu novvosimiz, shved ekan mana. Rosa bo'ladigan, mana akalar. Bo'ladigan shvedimiz rosa chiroyli. Assalomu alaykum. Boboyli videosi. Yo'q, sizlar chiqqanlar yo'q. Aka, yaxshimisiz? Nech puldan? Uchoviga 49. Uchinchisi qani? Ha, bumi, ha. Bir shvedimiz Eston, bu qora, ola ham bulardan ekan. 39 million qilishyapti ekan. Mana bitta go'zal ekan. Voy, nech pul oldi? Voy, nech pul oldi? 26 million bo'pti. Bunisi-chi? Nechi? 22 nar kichkina. Berigisi-chi kattasi? Bu 20, o 26 bo'pti mana akalar. Mana yemlagani tayyor sigirlarimiz bor.
O'ta ham chiroyli. Ben necha pul so'rab olyapti-ku, Hoji bobo? 16 milyon 200 ming so'm so'rab. Qoramiz mana aka. To'g'a necha pul qilishdi buni? Assalomu alaykum. 19 milyon so'm savdosi bo'pti mana. 19 milyon so'm. Var. Qaysinisiga savdo bo'ldi? Necha pul berdingiz? 33,5 million ikkitasiga. Eston bilan boyagi molimiz qoraga. Assalomu alaykum. Aka necha pul qilishdi? 3,5 aka. 23,5 million so'm savdosi bo'ldi aka. Aka qiziqqanlarga nomeringizni aytib ko'rasizmi? 91. 91lik 489 489 03 12. Rahmat aka. Mana akalar o'ta go'zal. Tayyor ekan, mana o'zi. Bo'ldi bu. Necha pul deyapsiz buni aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 25 milyon kami bor. 21,5 qilishyapti. Dastlabkasi ichida qilib berasizmi? Boquvchisi ham ichidami? Bo'ldi. To'g'a necha pul so'da bo'lyapti-ku? Necha pul berdingiz, Hoji bobo? Narigi savdo bo'lyapti. 21 million, ha? Monosi bo'lyapti. Ya bunisi. 23 million 100. Bunisi 23 million 100. Bunisi 21 million. Asha akamizning nomerlarida o'zi. O'zi ham azartning ovoz ekanda bu boru. Necha pul? 30 million so'rayapti akamiz mana. Mashina olsimiz. Mana katta Toshkent paroda mana, Toshkent zebolari. O'ta ham zo'ridan. Suti ham bor ekan. Necha pul berdingiz aka? 31 million savdosi bo'lyapti mana akalar. Qisirga. Shivetimiz qulog'ida sirg'alari bilan. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Necha pul beryapsiz aka? 14,5 beryapti. 14,5 beryapti. Ma'lumot qanaqa buni aka? Qisirga. Qisirga 14,5 million so'm aka. Bugun Toshkent zebolari to'libdi-da, Xo'jobod mol bozorimizda mana. O'ta ham zo'r, yaltillab qoldi. Ancha zo'r holatdagi. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Buni aka ma'lumotlarni berib qo'ysiz. 3 do'kon, 8 ta suti bor. 3 do'kon, 8 ta suti bor, 2 oylik bo'g'oz. Mana. 3 do'kon. Qonida 4-chi ekanda, ha? Qonidagi 4-chi bolasi. Bu necha pul deyapsiz aka? 35 million deyapti. Necha pul qildi bozor? 29. 29 million so'm. Aka, qiziqqanlarga nomeringizni aytib ko'rasizmi? 99 kodi bilan 889 889 23 41 nomerlar. 23 46 ekan. Har bitta promotion. Mana akalar, ena bola so'ragan variantlardan o'ta go'zalidan mana. Bir molim bor, shved molim bor deydiganda mana bo'ladi. Yelinini qaranglar. O'ta ham necha pul so'da bo'lyapti aka? Bir ma'lumotini berib qo'ysangiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Ha, naryoqda bo'lyapti. Qani ma'lumot qanaqa aka? Uni bir berib qo'ying. Nechta suti bor bo'g'oz qisirligi? Bolasi bor. Qonida bor. Choyli. 8 ta suti bor ekan. Necha pul so'da bo'lyapti-kan bu aka? 7-8 ta suti bor, 3 oylik bo'g'oz bolasi xunasini akalar. So'dasini aytmam.
O'zi ham 10 ta suti boridan aka mana. Bangillar. O'ta go'zal. Mol o'zi ham bor, yaltillab ketibdi bor. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Nech pul deyapsiz aka buni? 32 ga bermadingiz. 500 ming siz 40 million kami bor. Buni ma'lumotini berib qo'ying aka bir. Aha. 8 oyda bo'lgan. 3-bolasi ekan. Hozirgi holatda 12 ta, 8 oylik bo'lgan. 20 ta bergan. Aka telefon nomeringizni aytib ko'rasizmi? 95lik 876 9434. Narigi ham sizlardanmi? Bu yana bola shekilliga bu. Bu ikkovi yana bola ekan akalar mana. Enasi yana bo'g'oz. Necha oylik? 6 oylik bo'g'oz. Suti ham 7-8 ta bor edi. 10 ta suti bor ekan. Bu ham ashi bir qonidagi 3-bolasi shekilliga. 3-chi. Qonidagi 3-chisi. Bu necha pul deyapsiz aka buni? Buni 27 ga bermadik. 27 ga. Yana bolami? Yo'q, o'zi. O'zini 27 ga. Yana bola so'rashdimi? Yana bola 45 qilishdi. Yana bola 45 qilishibdi. 6 oylik bo'g'oz 10 ta suti bor ekan. Qonidagi 3-chisi, yonida 2-bolasi ekan. Ey, kalladan pasini olamiz. Nech pul? 63 edi. Qaysi biriga? 5 yosh. Uchoviga 63. Narigi 8 oylik bu 6 oylik. 8 ta sutga bu 10 ta sutga. 63 millionga. Ya ularda men 63 million. Naqdqa. 100 mingdan 300 ming qo'shing. Krediti yo'q, boshqasi yo'q, naqd. Naqshdir. Banki to'laymiz hozircha. Banki yetmayapti. Voh, voh. 300 ming qo'shing. Beradi ashuna. Keling, Borvar aka. Menga bering. Kelishtirib qo'ya deyapman. 100 mingdan 300 ming bering Borvar aka. Bering. Berdingiz bo'pti. Qizamiz ana 300 ming yo'q. Mash bolan gapini oldi mana. Ana gap oling. Mana. Buni yutib chiqarib bu mollar qaytib Ena bola mana so'ragan suti ko'pidan yosh, g'unajinidan mana. Orqalari pachka ekan o'zi ham bor. Bolasi g'unajimi ovozaga. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bolasi nima ekan aka? Bolasi g'unajin. Birinchi tug'mami? Birinchisiga g'unajin ekan. Nech pul deyapsiz aka? Nech pul deyapsiz hoji bobo? 30 kam bor ekan. Nech pul qilishdi bozor? Bozor qancha qildi? 22-23 qildi. Turishini qarang buni. To'g'ri, nomeringizni aytib ko'rasizmi? Nomeringizni? 90lik. 171 2049 nomerlarida ekan mana. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar. 30 deyapti, 22-23 qilishdi. Mo'lam bo'ladigan ekan mana. Degan holatlar bo'yicha. 91lik ekan ko'da akalar. Bu aka nech pul bo'ldi? Sotilmabdi. Oho, mana sutlarni qaranglar. Yelin ham bor mana. Sudasi bo'lyapti ekan. G'unajin ekan. Bolasi g'unajin mana. O'zi ham 20 ta sut bersa kerak bu. Nechta suti bor buni? 10 ta suti bor. 10 ta sutga bolasi g'unajin. Ne? Nech pul beryapsiz? Chekam 25 million. Chekam 25 million so'm. Kelinlar. Molam o'ta baquvvat ekan, zo'r. Chekam 25 beryapti ekan mana.